Көк хенім қомыл көк мәшріпіде қолдың қолғы өткізілудіған символлық мәніге ие майсыдың ибарет. Қомыл ұйғырлары мәшрәпнің бәлгісі аятлықның символы болған көкні алайды түжіпіліп өстіріп таярлайды вә оны толымы бәк әтібарлайды. Оны тәріпләп көк хенім деп му атайды. Оны құдды сахиб жамал орнады көріді. Kök sözünün kelip çıkış mənbəsi ta ki əcdadlarımızın kök çoqunuş etiqadığı berib taqışıdı. Əcdadlarımız kök sözünü müqəddəs Tanrıga timsal qılıb çoqunup gəlgən. Məşrəbnin kök rəng bilən atılışımı bütün kainatның kökürüp yaşnışığa simbol qılınğan. Kök məşrəbi tuncu qar yaqqan vaqtdan başlanıdı. Bir qancha aile kök yetiştirishga mas'ul bo'ladigan bo'lib, kök mundaq yetishtiriladi. Ayollardan 7si o'zaro yig'ilib, yurt ichida 100 obro'yga ega er kishining yordamida qapoqning ichi o'yilib, ichiga paxta yeyitilib, ustiga bug'doy donchilari chechiladi va sug'uriladi. Kapaqqa terilgan buğday maysisi önüp çıqqanida kök xenimga aylanıdı. Qomul Uyg'urlar arasida kök tergan vaqtda munu beyit o'qiladi. Kökla kökla kök xenim, boyun kökka taqashsun. Baxt sana yar bo'lsin, toju taxting hur bo'lsin. Maysi o'sib bir g'erish bo'lganda, qo'lim qo'shnilar to'planib kök xenimni yasashqa başlaydı. Dua o'qilgandan keyin bir dal savza maysının o'ttirg'i qadaladı. Oq tikanning tikiniga 9 dal quruq üzüm sanjiladi. Baranga yumaloq shaklda kesilib, eng ustiga sanjiladi. Bular kun, oy va kun nuriga simbol qilingan. O'ng va so'l taraflarga oq va qizil ranglik qattiq qog'ozdan yasalgan xo'roz va mikiyallar sanjiladi. Bular g'alabaga va mo'l hosilga simbol qilingan. Kök xenimni yasab bo'lgandan keyin kök xenimning yuziga yog'liq yepib, yuz yopqu qilinadi va kök xenim ko'chiriladi. Tunji kuni o'tkazilgan kök mashrabda mashrab ma'lum bosqichga yetganda mashrab egisi kök xenimni ma'lum oilaga tutqanligini jakarlaydi. Hamda kök xenimni tutmoqchi bo'lgan oilaga tayyorlangan 9 g'erish erkak qo'shqar bilan 9 legandagi 9 xil meva chevini mashrab maydoniga elib kirdi. Oldi bilan kök xenimning yuzi ichilib kök beyti aytiladi. Qishliqi undirdilar bir dona bug'doyni, sug'urg'ili er bamikin shu don bug'doyni. Sug'urg'ili er bo'lsikan shu dona bug'doyni, kecha kunduz yod qilurmiz ustun xudoni. Chilli zimistonda unar savza bizarning egili, yaxshilarning xislatida savza undi qishliqi. Qishliqi ungan chechakning tartibi nozuk turur, sug'urib gul chashkili kishi oshiq turur. Bu kishi beytlarni aytib kök xenimni 3-chi bir kishiga uzatadi. Kök xenimni topshirib olmoqchi bo'lgan tarafmi 9 tovoq quruq yemish tayyorlab, beyitga beyit bilan javob qaytaradi. Dal zimiston chillida shu maysini undirdilar. Maysini bizga tutib, dillani zab kuldirdilar. Qishliqi ungan chechakning tarifi nozuk turur, sug'urib gul chashqili olgan kishi oshiq turur. Dani bug'doy maysi bo'ldi, shaqlinib tarab-tarab, maysini qizg'a tuvab qutluduq ikki taraf. Andın intayin rozimanlik bilan kök xenimni topshirib oladi va so'rin ahlini kök xenimni belli ko'chirib berishga taklif qiladi. Kök xenim oldiga poyandoz selinib, xuddi qiz ko'chirgandek ko'chiriladi. Mashrabchilar yo'l bo'yi qiz bilan yigitning ko'ngil rishtisini bog'laydigan naqshi beyitlarni aytib, usul o'ynaydi.
Işık aldığı kelgende etibarlıq kök xenim üçün ışık tosuldu. İki taraf kök xenim doğrusida sual cavablıq beyitlarni eytişidu. Her iki taraf eytilgan beyitlardan qanaat hasıl qilgandan keyin ışık açıldı. Uyga kirgandan keyin uy egisini muboraklash ma'nosida yana beyit aytiladi. Beyit aytish va qiziqchiliklar oxirlashganda duo takbir o'qilib, ko'k xenim topshiriq beriladi. Ko'k mashrabi toki Navruz kunigacha davomlashadi. Tam çiçek, tam su çiçek, tamdan igiz, bamu çiçek. Körgili köküp çiçek, kötürgili eğir çiçek. Bu çiçekning tarifini mum bilan nam ayladik. Bu çiçekdan o'zligara bizmi sovg'a yo'lladik. Gül çiçeklarga o'rab, ko'kni tutdim olsila, dunyoning kori nima, yiroqqina atsila. Igiz uylarini piskin bilan oxlisilar, ko'kni qo'yib uylarida jinjitqina yotmisilar.